deb bermang. Qayoqqa shakarlingiz bormi? Ya Nargiza qayoqqa qarab направление olib beradi, tushunmayman. Yana 40 minut degan to'g'ri, xuddi vaqtingiz bor deb bering. Birga dorini olib berganmisiz? O'sha hozir arillab yig'lasa aytib qo'ying, qilmayman. Mana. Kecha ani Nasirova bor-ku. Anaqa jalba qilib ketdi. Sizlar deydi, massaj qilishni neyrometdan o'rganinglar. Agar deydi, natija bo'lmasa 100% pullarni qaytarib berar ekan deydi. Inson qotdi, kim hozir shunaqa qiladi? O'zicha karkar qiladi asabiyligi. YouTube'da tuzib olasizmi, nimasiga massaj olasizlar? Neyromet dedimi? Mana o'sha yerga borib ko'rsamchi. O'zimni ham, bolamni ham asabini qiynamaslik uchun tinchgina neyrometga kelib qoldik. Chiroyli kutib olishuvdi, ichkaridan shovqin eshitildi bir payt. Hozir meni gali, men kiraman, to'xtab turinglar. Voy, siz bu yerda nima qilyapsiz? Mana siz qilolmagan qizimni natijaga olib chiqib berishdi. Uyalsangiz bo'lardi sal. Tavba qildim. Ko'z bilan ko'riki, bizani davolayotgan massajistimiz ham o'zlarini qizlarini shotka olib kelar ekanlar. Neyromet klinikasida kattalar uchun ham, bolalar uchun ham massaj mavjud. Logoped, autizm, DSP, insultdan keyingi reabilitatsiya. Ko'p yillik va tajribali shifokorlar sizning xizmatingizda. Agar natija bo'lmasa, 100% pul qaytarib beriladi. Asosiysi, agar Amor Fati nomidan keldim desangiz, sizga 10% lik chegirma ham mavjud. Neyrometda hammalarni kutamiz.